Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyada size Gacırız, Washington'dan sözdeyimiz. Ötkende sözlegen leksiyelerimden içinde mesela Prezident Trump'a iltica kılıp, müracaat kılıp, Uygur meselesini bu kadar Reis Jinping'in aldığı koyuş doğru sözlegen leksiyelerimge ahırda yani toluklu izahat berişten avval vatandaşlarımdan sorayman ki 1949 yılı 1. ayının 31. günü Beijing etrafındaki Şibeypo'da ötküzülgen məxfi yığın, yani məxfi yetip gelgen Moskvadan Beijing Şibeypo'ga məxfi yetip gelgen kişi Molotov emas Mekyan dep tüzütüp anlaşılığını ve okşanlarını ümit kılman hürmetlik vatandaşlarım. Bugünkü leksimizin mavzusu mındak. Bugün yaz oldu, tebrikleyim sizlerini. Bugünkü leksimizin mavzusu mındak. Reis Xi Jinping nemi üçün çıkaramlık kılıp Prezident Trump bilen görüşmekçi oldu. Mavzulu haber 4. ayının 1. günü Amerika Avazı'nın Xitay Dil programısı da ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Prezident Trump vazife olturgandan bir tunji qatam Jungo'nun Reis Xi Jinping bilen görüşüdü. Amerika'da küzetkiçiler mundaq hesapladı. Reis Xi Jinping'in aldırap, tinep, bu qatam Prezident Trump bilen görüşüşni ilgiri sürgenligi çoğun qaramlık bilen tevekkelçilik kılganlıktır. Yani bazılar bu qatamki söhbetni intay mühim söhbet dep atadı. Washington Stratejilik Tadqiqat Merkezi'nin yuqori darajalik maslahatchisi John Kess mundaq ko'rsatdi. 2 nafar intayin muhim rahbarlar birga o'ltirib suhbatlashish intayin yaxshi bir fursat. Men shundaq his qilyapmanki, bu suhbatning ahamiyati intayin zo'r bir suhbatdir. Rastın aytsaq söhbət jarayonida nima ish yuz berdi? Bu tarafi bizga ochiq emas. Xalqaro strategiya tadqiqot markazi Osiyo bo'limining mudiri Gilay Xonim mushu tadqiqot organining matbuotiga so'z bildirishida Amerika yetishni ümit qiladigan masalalar ustida to'xtaldi. Bu qatimki suhbatda Amerika Qo'shma Shtatlari yetmoqchi bo'lgan masalalar ustida to'xtaldi. U mundaq dedi. Prezident Trump Reis Xi Jinping'ning qandaq bir rahbar ekanligini bilib boqmoqchi. İki taraf munosabatidagi zo'r masalalarda ikki taraf nimalarni muhokama qilish kerak? Avval hal qilish tegishlik masalalarni belgilash. Bu meselelerni hamkorlashib hal qilishga bo'lamdi yo'q. Buningga qarash kerak. Yoki yanala Amerika bu meselelerni ko'p hollarda o'z kuchiga tayinib hal qilish chorasi bo'yicha hal qilish kerakmi? Ehtimol shu jumla chavshanni ko'z tutayotgan bo'lsa kerak. Ba'zi tahlilchilar bunda qardi. Reis Xi Jinping Jungo'ning iqtisod tuvallab ketgan bir mezgilde, belki kuzda 19. qurultay ochiladigan mushundaq bir paytda tushangili bo'lmaydigan Prezident Trump bilan bir qatim suhbat elib berishi intayin zo'r qaramliq bilan tavakkalchilik qilganlikdir dedi. Masala yana shu yerdiki, u nimishqa buncha qaramliq qiladi? Xalqaro Stratejilik Tadqiqot Merkezi'nin John Kess mundaq hesapladı. Bunun içinde bir neçe sebep var. Reis Xi Jinping qabul qiladigan bir zo'r ish. Yo'q, Reis Xi Jinping bu yil qilishga tegishli muhim bir ish kechiringlar. Munosabatlik planni aniqlab olish kerak. Demek bu yıl Reis Xi Jinping intayin zo'r bir ishni qiladi ekan, shuningga munosabatlik planni Amerikada aniqlab olish kerak yoki Prezident Trumpning oldida aniqlab olish kerak. O'zining rahbarlik o'rniga asos solishi lozim. Shu orqali Reis Xi Jinping o'zining rahbarlik o'rniga asos solishi lozim. Buning uchun Prezident Trump bilan ko'rishish halqiliq masaladir.
Bo'libmi bir Jungo masalasi o'ttirg'i chiqqanda Amerika Jungo munosabatini o'lchab turish bu muhim bir ishdir. Jankesning nazarida Rais Xi Jinpingning qaramli qilib suhbatga qatnashishida yana intayin muhim bir sabab bor. O mundaq ko'rsatdi. Junguliqlar hozir esib qo'yilgan savdo tijorat masalalarining shaloqqida o'ttirg'i chiqishidan bakansiraydi. Mening his qilishimcha deydi Jankes, Rais Xi Jinping Prezident Trump bilan uchrashib, ikki rahbar masalalar bo'yicha muhokama elib bordi. Bo'libmi Amerika savdo vakili Lighthizer Rais Xi Jinpingni jiddiylashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu ishlar mana shunday ishlarkan vatandoshlarim, nima ish qaramliq bilan Washingtonni ziyorat qildigan bo'lib qoldi deydi. Endilikda ikkinchi bir xabar, ya'ni mush xabarga munosabatli xabar, ikkinchi bir xabar buning mavzusi bundaq. Oqsaroy Jungo Amerika ikki davlat intayin ko'p cho'ng ishlarni hal qiladi. Yoki cho'ng ishlarni qiladi. Beshida hal qiladi degan gap yo'q, men qo'shib qo'ydim kechiringlar. Intayin cho'ng ishlarni qiladi. Dedi mavzuli xabar 3-oyning 31-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Amerika Jungo ikki davlat hukumatlar haftaning 4-kuni oxiri Prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning Florida shtatida Prezident Trumpning xususiy klubida uchrashadiganligi to'g'risida xabar e'lon qildi. Oqsaroyning bayonotchisi Sen Speier mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Rais Xi Jinping bilan xususiy munosabat o'rnatishni umid qiladi. U yana mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo o'rtasida jumladan Janubiy dengiz masalasi, savdo, Chaoshan masalasi qatorliq hal qilishga tegishli masalalar bor. Sen Speier ikki taraf munosabatining ilgirlash yo'lini ochadi dedi. Bayonotchi Sen Speier ikki taraf munosabatining ilgirlash yo'lini ochadi bu qatim suhbat orqali dedi. Oqsaroyning bayonotchi Sen Speier haftaning 4-kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida bu xabarni e'lon qilganda ko'p detallar bilan uchrashib, har qaysi avval o'ylagan masalalar to'g'risida fikr almashtirmoqchi dedi. Yani ko'p detallar bo'yicha ikki rahbar uchrashib, avval o'zlari o'ylagan masalalar bo'yicha fikr almashtirmoqchi. Balki ikki davlat o'rtasidagi qo'sh taraflik munosabatning ilgirlishiga yo'l ochmoqchi bo'ldi. Ular ikki davlat boshliqlari o'rtaq ko'ngil bo'lgan masalalar, Chaoshan, savdo va bexatarlik masalalari bo'yicha muhokama olib bordi. Amaliyat Prezident Trump bilan Rais Xi Jinpingning ko'rishadiganligi to'g'risidagi xabar allaqachon tarqalgan turug'liq. Ikki davlat hukumatlarining bu xabarni bugun e'lon qilishi kishilarning nazarida qiziqarli bir ish deyildi. Bayonotchi Oqsaroyning bayonotchi Sen Speier ikki taraf ko'p vaqt sarf qilib maslahatlashdi dedi. Bayonotchi Sen Speier muxbirlarni kutib olish yig'inida ikki davlat rahbarlarining ko'rishish o'rni to'g'risida ko'p maslahatlashib elib berib, berilganligini aytib kelib, mundaq ko'rishishni o'rinlashtirishning har bir uşaq detallarigacha vaqtning uzun qisqaligi, ziyorat mazgillik faoliyatlarmi muhokama qilindi, maslahatlashildi. Bu jarayon bir necha hafta davomlashdi deb ko'rsatdi. Analizchilar mundaq hisobladi. Ikki taraf yuqori darajaliklar uchrashish to'g'risida xabarni kechikib e'lon qilganligi shuni ko'rsatdiki, Amerika Jungo o'rtasida qo'l tutadigan masalalar to'g'risida uzoqroq maslahatlashishga to'g'ri keladi. Oqsaroy bu qatimqi yuqori darajaliklar suhbati orqali nima maqsadga yetmoqchi? Bu deb savol qo'yilganda Oqsaroyning bayonotchi Sen Speier mundaq ko'rsatdi. Bir necha maqsadga yetmoqchi. Aramizda intayin cho'ng masalalar bor. Amerika Jungo suhbati orqali bir necha masalaga maqsadga yetmoqchi. Aramizda intayin cho'ng masalalar bor.
Janubi Jungu dengizi, soda, Çavuşan meselesi intayin zor devlet ve iktisadi bir xatarlik meselesini bir taraf qilishimiz kerak. Men shundoq o'ylayman. Ular suhbat elib boradigan 2 kun ichida üstel ustida muhokama qiladigan intayin ko'p masalalar bor. Men shundoq o'ylayman deydi Aqsarayning bayonotchisi inspektor. Ular suhbatlashadigan 2 kun ichida üstel ustida suhbatlashadigan intayin ko'p masalalar bor. Ular ilgirlashga yoki natijaga ko'proq qiziqadi. Suhbatlar yandı ular ilgirlashga yoki natijaga ko'proq qiziqadi. Jaranglik bir şuarını o'ttirib qo'yishni mansirmaydi. İki taraf mesela Amerika Qo'shma Shtatlarning Jungu hukumati, ikki rahbar, ikki davlat rahbari bu qatim jaranglik bir şuarını o'ttirib qo'yishdimi ansirmaydi. Bayonotchi inspektor chaq-chaq qilib mundaq ko'rsatdi. Agar muxbirlar sizlar yaxshiroq muhokama temisi o'ylab chiqadigan bo'lsanglar, darhol menga aytib beringlar. Agar muxbirlar sizlar yaxshiroq muhokama temisi o'ylab chiqadigan bo'lsanglar, darhol menga aytib bering. Hurmatli Aqsarayning bayonotchisi inspektor efendi, men garchi muxbir emasman, lekin oddiy fuqaroman, oddiy grajdanman. Men o'ylab chiqqan muhokama temisi Yalt konferensi, Yalt xalqaro shartnomasining Yevropa strategiyasi gumron bo'ldi. Navbatda endi Yalt konferensi, Yalt xalqaro maxfiy shartnomasining Iroq Sharq strategiyasi, ya'ni Osiyo strategiyasi gumron bo'lishi kerak. Menimcha eng muhim tema shu, hurmatli bayonotchi inspektor efendi.